بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كن لليتيم كالأب الرحيم. Bu bobning nomi yetimga xuddi rahmdil otadek bo'lgan degan bob ekan. Abdurrahmon ibn Abza degan sahobiy bor. U kishi aytadilarki, Davud aytdiki, kun lil yatimi kal abir rahimi va alam annaka kama tuzra'u kadhalika tahsudu ma aqbaha al faqru ba'da al ghina wa akthar min dhalika wa aqbahu min dhalika ad-dalalati ba'da al huda wa idha wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu fa in la taf'al yuwarris baynaka wa baynahu adawatun وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. Aytarkanlarki, yetimga xuddi mehribon otadek bo'l. Va bilki, albatta nimani eksang shuni o'rasan. Boylikdan keyingi kelgan faqirlik qandoq ham qabih narsa. Lekin bundan ham qabihi va eng qabihi shuki, hidoyatdan keyin zalolatga ketmoqlik. Agar sen o'z sohibingga bir va'dani bersang, unga bergan va'dangni ustidan chiq. Agar shuni qilmasang, u bilan seni o'rtangda adovat kelib chiqadi, merosga qoladi. Sen Alloh subhanahu va taolodan panoh so'ra, bir do'stdan, sohibdanki, agar bir narsani aytsang, senga yordam bermaydi. Bir narsani unutsang, seni esingga solmaydi. Ana shu do'stlarning eng yomoni bo'lar ekan. Bundan Allohdan panoh so'rab, undoq odam bilan birga bo'lmaslikka harakat qilish kerak ekan. 139-hadis. Abu Ummara aytadiki, men Hasanni quyidagi gaplarni aytayotganini eshitdim. Laqad ahidtu al-muslimina va inna ar-rajula minhum yusbihu va yaqul ya ilahiya ya ilahiya يتيمكم يتيمكم يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 من إلى النار ما له قاتله الله باع خلافه من الله يأمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. وهذا جدا uzun bo'lib ketdi. Hasan radhiyallohu anhuni dedilar, quyidagilarni aytayotganlarini eshitdim. Men avvalgi vaqtdagi musulmonlarni yaxshi bilaman. Ulardan bittasi ertalab tursa, ey ahlim, yetimlarga qaranglar deb aytar edi. Yana ey ahlim, miskinlarga qaranglar, miskinlarga ehtiyot bo'linglar der edi. Yana ey ahlim, qo'shningizga yaxshilik qiling deb aytar edi. Endi mana hozir ishlar boshqacha bo'lib ketdi. Kundan kunga sizlar pastga qarab ketyapsizlar. Bunda qarasangiz, bir odam fosiq bo'lgan, do'zaxga 30,000 farsaq chuqurga tushib ketyapti. Bunga nima bo'lgan? Alloh buni qatl qilsin. Alloh subhanahu va taolo bunga bergan nasibasini bitta uloqni bahosiga sotib oladi. Ya'ni pulga qiziqadi. Iymonini sotadi deganimizga. 1 so'mga iymonini sotadi deymizmi biz? Yo 5 tangagami deymiz? Mana shu gap. Ba'a khalaqahu minallohi bi thamani anaz. Bitta echkini bag'riga iymonini sotadi. Agar bunda qarasang, u hamma narsani zoya qilyapti. Hamma narsani shaytonning yo'liga sarflayapti. Unga va'z qiluvchi ham yo'q. Va'z qiluvchi o'zidan chiqmaydi, o'zining nafsidan, odamlar ham indamaydi. Demak, Hasan radhiyallohu anhu qadimgi zamonda
o'zini zamonidagi odamlarni avvalgi o'tgan kishilarga, musulmonlar avlodiga tenglashtirib nihoyatda xafa bo'lgan ekanlar. Endi mana biz zamonga kelsak, endi o'zimiz bilaversak bo'ladi. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, odamlar qay darajaga yetdi, iymonini bitta eshigiga sotadimi yo undan ham kamroq narsaga sotadimi, hammasi shundan bo'laveradi. 140-hadis aytilyaptiki, Ibn Siringa aytilgan ekan, mani huzurimda yetim bor debdi bittasi. Xo'p, o'shanda Ibn Sirin radhiyallohu anhu aytgan ekanki, unga o'zingni bolangga qanday qarasang shunday qaragin degan ekanlar. Va bolangni nimaga ursang buni ham shunga urgin. Ya'ni bolangni nima yo'lda tarbiyalasang buni ham xuddi shunday qilib tarbiyalagin. Ya'ni qo'lingdagi yetim o'zingni farzandingdek kabi, shunga, demak farzandingga qancha qarasang unga ham shuncha qaragin degan ekan.